Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi inomarka yuk tashiydigan mashina sizlarga video davomida ko'rsatib berishga albatta harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Agar o'zingizlarda ham qanaqadir sotiladigan mashinalar bo'lsa, kommentariyada xarakteristikasi bilan telefon nomerlarini yozib qo'ysanglar, men zakripib qo'yaman, savdoni bossanglar bo'ladi. Biz gap cho'zib o'tirmasdan videolarimizni boshladik. Bizda navbatdagi mashinamiz Kia Bongo mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilganligi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, 18000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari yo'q. Bu dizel motor ekan, akalar. Mexanika korobkada. Konditsionerlari bor, eshit. Konditsionerlari bor. Borti necha bo'ladi bular? 330 ga 170 ekan borti. Qo'sh balon, yakka balon emas. Bu faqat dizel o'zida, ya'ni metan propan qo'yilmagan. Yep-yangi mashina, xullas ishlashga tayyor. Kraskalari xudo xolisa top toza. Narxi qancha so'ramiz? 18,5 ming so'ramiz. Avto O'zbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz. Bozor narx bermadimi hali? Yo'q, hali. Bozor hali narx bermadi. Qancha bo'lsa bera olamiz? Kelishamiz, 18 qilib beramiz. 18 qilib beramiz. Gendan qilib beramiz, faqat afaming. Genga ham gaplashamiz, farqi yo'q. Cheris bank ham gaplashib olamiz. Telefon nomeringiz? 93lik 723 0710. Ismlari? Begzod aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi mashinamiz Shinrayt 30 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilganligi 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, 13000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sveji bo'lib turibdi. Chexollari yo'q, poliklari yo'q. Antenalarigacha bor mashinamizning. Benzindami aka bu? Faqat benzinda yurgan ekan okalar. Bortiga keladigan bo'lsak, uzunasi 315, eniga 170 ekan. Balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Yakka balonli okalar, resorda. Metan gaz umuman qo'yilmagan, xullas ishlashga tayyor mashina. Kraskalari yo'q, absolutno top toza deyaptilar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narx qancha so'ramiz aka? 12900 so'ramiz. Bozor narx bermadim? Sunnatiga o'tib, qancha o'tib beramiz aka? 100 o'tib beramiz. Telefon nomeringiz? 99lik 871 98 80. Ismlari? Ilyos aka. Avtokredit ham chiqadimi bunga? Avtokredit ham chiqarib olsanglar bo'ladi akalar. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Shinrayt 30 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilganligi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 57000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari yo'q. Konditsionerlari bor mashinamizning. Gazchi aka? Gazlari bor. 4-chi pakaleniya metan gazi bor. Bortlariga keladigan bo'lsa, 315 ga 170 ekan, uzunasiga 190 ekan. Ishlarini bitta ko'rsatib olamiz hozir. Yakka balonli. Hozir. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin akalar. Listoni yuqortamiz aka bunga? 2 tonna. Narxchi 12,5 so'ramiz. Avto O'zbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz. Cheris bank ham chiqarib olamiz. Boshiga qancha bilan chiqadi taxminan? Kelishamiz. Gendan esa faqat afamlayni. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 077 83 39. Narxini 12,5 ming so'ramiz. Taqalganini qancha qilib beramiz aka? Kelishamiz. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Ishlashga tayyor mashina, bortlarida ham hammasi dokumentlari joy-joyida. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi mashinamiz Shinrayt 30 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilganligi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 20000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari yo'q, konditsionerlari bor mashinamizning. Propan gazlarigacha bor deyapsiz. Propan gazlarigacha bor. Kraskalari top toza ishlashga tayyor mashina akalar.
Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham idealniy bo'lib turibdi. Yakka balon. Borti 315 ga. Endi 170 ha. 315 ga 170. Kraskasini etdi. General Davinson berar ekanmiz a. Faqat afanmina. Narxini 12,5 ming deyapmiz a. Bozor narx bermadimi hali? Yo'q, hali qilsin. Taqalgan qancha beramiz? 12,5 qilib beramiz. 12,5 qilib beramiz a. Cheriz bank ham Bo'ladi. chiqib ketadi. Boshiga taxminan qancha bilan chiqadi? Unisini endi gaplashiladi. Unisini gaplashib olamiz. Telefon nomerlari keladigan bo'lsa, nomerlari 95lik 95lik 30 92 22 ismlari Islom. Islom aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini hissanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi mashinamiz Shiniraytda 30 bu ham T30 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa, 140 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari ham bor, mashinamizning konteynerlarigacha ham bor, metan gazlari ham bor. Kraskasi top toza. Bu alkafoni bortlari alkafon qilingan. Balon holatlarini ham ko'rsatamiz, yakka balonli. Orqasini ochib olsangiz. Ishlashga tayyor mashina. Dokumentlarida men bortlari hammasi joy-joyida. Muammo yo'q. Faqat shopir kerak mashinamizga. Shet narxchi buni? Narxi 10.500 dom. 10.500 domimiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarimiz bor. Qancha qilib beramiz? 10.300 qilib beramiz. 10.300 qilib beramiz. Gendamiz qilib beramiz bunga ham yo'q, faqat оформление. Bu faqat оформление ekan. Cheriz bank Bo'ladi. gaplashib olamiz. Telefon nomer 95 95lik 30 92 22 ismlari Islom. Islom aka. Mashinamizda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini hissanglar bo'ladi. Buni bortini so'rayman, uzilgi necha bu? 3ga 165. 3 ga 165 ekan. Xullas bosinglar. Akalar bizda navbatdagi mashinamiz Chang'an 3 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa, 125 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, konteynerlarigacha bor. Mashinamizning temir metan gazlarigacha bor. Ikkita 65 talik 4-pokoleniya. Bortlari keladigan bo'lsa, bu yig'iladiganlik shekilli. Yig'iladi. Yakka balon, resorda ishlashga tayyor mashina. Buni borti necha bo'ladi? 3 ga 165. Xullas faqat mashinamizga shopir kerak. Kraskasi buni shep. Top toza. Kraskasi top toza. Narxi 10.800 domimiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, albatta chiroyli qilib skidkalarni ham qilib berishadi. Gendamens yo'q, faqat оформление. Faqat оформление. Cheriz bank ham chiqib ketaveradi. Gaplashamiz. Cheriz bank ham gaplashib olamiz deyaptilar. Telefon nomerlari keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 871 871 98 80 ismlari Ilyos. Ilyos aka. Mashinamizga kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini hissanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi mashinamiz Shiniraytda 30 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgani. Probeglari keladigan bo'lsa, 80 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, konditsionerlari bor. Mashinamizning propan gazlarigacha bor. Borti alkafoni buni. Alkafon 3 ga 165 ekan borti. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yengidek bo'lib turibdi. Mashinamizga shu faqat shopir kerak. Kraskalari top toza. Orqa bortlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xullas yuk orti million suda qilib soqqani soqqaga uradigan qayta akalar. Hop, bu mashinamizning men bo'yi nechi buni? Bo'yi 165. Bo'yi 165 ekan. Narxi shep 10.800 so'raymiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, обязательно kelishtirib chiroyli narxlarda qilib berishadi. 16ligi bitadi bunda. Ha, xudo xolasa. Cheriz bank kelgancha kelishtirib beramiz undan. Undan ham kelishtirib beramiz zotlar. Qo'ldan kelgancha Cheriz bank ham gaplashib olamiz. Telefon nomerlari 95lik 30 92 22 ismlari Islom aka. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini hissanglar bo'ladi. Bu faqat оформление ham gemmi?
Оформление qolish kerakmi? Оформление bosinglar. O'rtoqlar, hali hech kim qilmagan proyektga men shaxsan start beryapman. Telegram gruppa ochdim, onlayn auksion bo'ladi. U gruppada постоянный mashina tashalmaydi. Bo'lganda tashaladi. Bemalol misol uchun kim olmoqchi bo'lsa, железный misol uchun arzonga mashinali bo'lib qolishingiz mumkin. Sizlar narxlisizlar, eng baland narx kim bersa, misol uchun определённый bitta vaqt qo'yiladi. O'sha vaqt ichida kim eng baland narx bersa, mashina o'shanga o'tib ketadi. Tag'in ham hozircha mashinadan boshlaymiz. Endi qolganlarini ham qo'ldan kelgancha yozib qo'yamiz. Kommentariyada men kanal linkini qoldiraman, shu gruppa linkini bemalol qo'shib olib bossanglar bo'ladi. Faqat kuzatishda davom etinglar, bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi mashinamiz Chang'an mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, 196 000 km masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor. Mashinamizning temir metan gazlarigacha bor. Kondisionerlari bor ekan. Bortiga keladigan bo'lsak, 270 ga necha dediz aka? 270 ga 150 ekan. 70 ga 150 balonlarni ko'rishingiz mumkin. Yakka balonli, resorda. Xullas, bortlarni qildirib, xullas maza haydasanglar bo'ladi. Kraskalari absolyutni top toza. Bitta rasxodli joy ko'rganim, Laboyda ko'rdim. Qolgan joylarda, xudo xolisa, umuman hech qanaqa xarajati yo'q. Motor hadoylari joy-joyda, faqat chopper kerak. Narxchi shep 9000 domiz, kami bor. 9000 so'raymiz. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz. Bozor narx bermadimi hali? Qancha bo'lsa bera olamiz, aka? 8600 bera olamiz. 8600 bo'lsa bera olamiz. Genga ham beramizmi, faqat oformleniya. Genni ham gaplashib olamiz, deyaptilar. Telefon nomeringiz? 97 770 77 78. Ismlari? Zokirjon aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Yeb bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Shinerator 30 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 87 000 km masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q. Kondisionerlarigacha bor mashinamizning. Metan gazlarigacha bor, 4-pokoleniya. Borti nechiga nechi? Bort 3 ga 160. 3 ga 160 ekan. Balonlarni ham ko'rsatib o'ramiz. Yakka balonli resorda ishlashga tayyor mashina. Orqalari tentovka. Bemalol yukka ortib, anaqa qiynalmagan ekan. Unaqa og'ir yuk ham ortilmagan ekan. Akalar ko'rishingiz mumkin. Dokumentlardan ham xudo xolisa hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskalari top toza. Kraskalari top toza. Faqat chopper kerak mashinamizga. Faqat yaxshi chopper bo'lsa, ancha haydaydi. Narxchi shep 11300 siz 11300 kelishtirib beramiz. Bizani obunachilar chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyaptilar. Bozor narx bermadimi hali shep? Yo'q, hali bozor narx bermadi. Birinchi bozor bo'lsa, qancha bo'lsa bera olamiz? kelishamiz aka. Kelishamiz. Endi ani bir xil yozadi-da, narxlashmayapsan, xalq tomon bo'lmayapsan, deb anaqa qilishadi, o'shanga dangal. 800 bersin beramiz. 10800 bo'lsa berib yuboramiz, deyaptilar. Gendan chiqadimi, faqat oformleniya? Yo'q, faqat oformleniya. Faqat oformleniya. Через bank? Yo'q, bankka qo'yib bo'lmaydi bularni. Bankka qo'yib bo'lmaydi. Bankka ma'muzimizga toqatim yo'q. Bankka yo'q ekan, faqat ishtiriga gaplashib olamiz, deyaptilar. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99 li 821 97 50. Buni uzunasi necha? Bo'yi 180. 180 ekan. Ichidan 180 li qilganmiz. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Yeb bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Shinerator 30 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 50 000 km masofani bosib o'tgan. Jigar endi ozgina besta qilamiz. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari yo'q, kondisionerlari bor mashinamizning. Metan gazlari bor ekan, 4-pokoleniya. Bortlariga keladigan bo'lsa, borti tentli, yakka balon resorda akalar ko'rishingiz mumkin. Ishlashga tayyor mashina, xudo xolisa. Bortlarni bitta ko'rsatib o'ramiz. Xullas, unaqa og'ir yuk ham ortilmagan, qorong'i unaqa yaxshi ko'rmayapti. Tani o'zilarga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskalari absolyutni top toza. Ayblari yo'q. Ayblari yo'q. Faqat chopper kerak. Buni ham borti
3 metrga 3 ga 1.60, 1.60, 1.80 tepasi. uzunasi 1.80 ekan. Narxi shep buni. Narxi 12,5 ming. 12,5 ming so'raymiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz. Bunga ham hali bozor narx bermadim. Yo'q, hali bozor narx berma, buni chiroyli qilib beramiz. Pullarni buni ham hamma mashina. Dangala ham chiqib beramiz. Dangaligami? 11,800 bersa, Dangaliga 11,800 bersa, beramiz, deyaptilar. Telefon nomer. Men endi o'zim xolis odamman. Rasxolijo bitta laboyda ko'rdim. Laboyni alishtirib beraman, bu meni bo'ynim. Ha, laboylarigacha ham qo'ydirib beraman, deyaptilar. Men o'zim qilib beraman, laboy meni bo'ynimda. Xullas, hech qanaqa xarajatsiz mashinani olib chiqib ketasizlar. Telefon 99lik nomerlari 99lik 865 865 61 45. 61 45. Ismlari Akmal aka. Akmal aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, olib kelib bemalol telefon qilib savdolashib barakasini olsanglar bo'ladi. Bosinglar. Kelib bizda navbatdagi mashinamiz Shinerite 30 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 75 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizni salon holatlarini bitta ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, konditsionerlari bor mashinamizni. Temir metan gazlarigacha bor, ishlashga tayyor mashina. Koronasigacha ham qo'yilgan ekan, akalar. Bortlarni bitta ko'rsatamiz. 10 kun bo'pti yangi balon qo'yganlariga, yakka balon resorda. Xullas bosib oladigan joyi. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Qiynalmasdan ishlagan, og'ir yuk ortilmagan, ham telari qiyshayib ketmagan akalar. Xullas shopir kerak mashinamizga. Bu narxchi. Kraskasi top-toza-da. Bu kraskasi top-toza. Bortichi buni. Bu 3 metrga 1.60, 1.85 buniki. Uzunasiga 1.85 ekan bo'yi. Metani 2 ta. Metani 2 ta. Mashina aybi yo'q. Aybi yo'q, xolos. Bosib ishlatadigan. Faqat shu shopir kerak. Bu narxchi shep. Buni 11,5 ming dollar. 11,5 ming davomimiz. Sizni obunachilaringizga kelishtirib beramiz. Avtobusbegim kanalidan chiqsa, chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyaptilar. Bozor narx bermadi bunga hali. Bozor narx bermadi. Dangala ham chiqib beramiz, aka. Ro'zi buni ham 10,800 bo'lsa beramiz. 10,800 bilan ishimizni bitib ketadi, deyaptilar, xudo xolisa. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, telefon nomerlari 99lik 821 97 50. Ismlari Otabek aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, olib kelib bemalol telefon qilib savdolashib barakasini qilsanglar bo'ladi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yeb bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Har doimgidek oltin boshinglar omon bo'lsin. Musofirdagi qadrdonlarimiz, vatandoshlarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Vatanimizga eson-omon qaytib, eng zo'r, eng qimmat inomarka mashinalarni xarid qilib, yaqinlarimizga podarka qilish albatta hammalarimizga nasib ro'za aylasin deb qolaman. Keyingi videolarda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldirishni esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lish esingizdan chiqmadi deb o'ylayman. Salomat bo'ling.